Короче, подписчикlar, biz bugun syomka Orqa mehmonchilik ko'rinsa. Ketin? Короче, подписчикlar, bugun biz ham syomkaga ham dam olishga to'q kelgandik. To'g'ri o'rtasiga shu syomka o'rtasiga kelganda menga ideya kelib qoldi. Bugun YouTube'dagilar uchun maxsus vlog olmoqchi bo'ldim. Mana shu yerdan boshlandi vlogimiz. Bu hech qanaqa professionallik kameralarda просто kayfiyat ko'taruvchi jaydar vlog bo'ladi. Unaqa negativ yozib, qanaqa professionalizm, qani zvuk, qanaqa rang, unaqa deb yotmaylar. Shunchaki telefonda sizlarga qiziqish uchun просто prikol olib ko'rdik, to'g'rimi? Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Mana bu. Jaydar vlog boshlandi. Ketdik. Kutmoqchimisan? Asl yuzi boshlangan. Sizlarga Qaranglar, nur bir bo'ldi. Kim yozdi? yo'q, boshqa qilmadi. So'zim bilmasdim. Qurilsa ham bo'ladimi oxirgisida aytgan joyimiz? YouTube'ga. Kimning kanaliga? Mana. Sizgami? Azim aka kanaliga like, podpiska bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Keyin Instagramga o'tib menga podpiska bosib qo'ying. Azim aka juda ham yaxshi bola. Yana bitta. Mehnatkash. Yana bitta. Azim aka juda ham yaxshi bola. Mehnatkash. Shashlik qilaverasizmi? Shashlik qilaverasizmi? Bugun asl basharang ochiladi bu videoda. Shunaqa gaplar mana bizning syomkada davom etyapti orqa fonda. Nima ham dirdim? Hali bunaqa video olmaganman. Shuning uchun podpishka qo'yasizlar, like, kommentariyani, podpiskani bosib yuborsanglar zo'r bo'ladi. Cho'tkib ketadi. Podpiska bosinglar. Podpiska bosinglar. Like ham bosinglar. Like ham bosinglar. Obuna bo'ling. Olovda qanday yoqdi? Obuna bo'linglar. Olovda qanday yoqdi? Gap yo'q. Gurlatib yubordim men. Gap yo'q. Gurlatib tashaman. Короче, mana shoshulik sabab bo'lgan olov shu. Men yoqqan olov. Kim qatta edi? Bu YouTube'da shu Azim aka kanaliga kirib ko'rsanglar, meni asl yuzim ochilgan. Nima kadrda emassan? Yo'talib, anu yoqqan olovingiz tomog'im bo'g'di. Juda kuchli yoqib yuborman de olovni. Nima gap? Hamma joyda chiqiz. Nima qildi? Prosta qarab turing, mana shu prosmotr shunaqa zo'r uradi. Sen borligi uchun. Yo'q, Yo'q, men yoqqan olov uchun. Yo'q, biz guruhni klipi uchun. Biz hozir kechki sayrga chiqdik. Tabiat. Qaranglar, to'xtanglar, hozir bitta o'yin o'ynaymiz sizlar bilan. Ashta turasizlar, ashta turasizlar. Men o'tga boraman oxiriga. Kim birinchi yetib borsa, bitta shikolat menda. Qanaqa shikolat? Nima farqi bor? Ashta tur. Bittalik. Yo'q, zo'r shikolat beraman. Zo'r shikolat bo'ldi, hozir. Qanaqa shikolatga pul yo'q o'zi aslida. Nima edi? Zerikkanda nimadir qilish kerak. Ularning farqi yuguradi. Ketdi. Sabaqa bo'tdi mana. Kim birinchi? Mana finish. Kelamiz Demak, kelalarga shikolat yo'q. Короче, mana tashqaridan, bu mashinani oldidan bizning xonagacha pashti 1 kilometr yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Negativ yozgan? Negativ yozganlar kal bo'lib ketsin. Kalla negativ yozsachi. Kal yozsa iloj bo'lsin. Ovqat bor deyapti. Biz syomkalar davom etamiz. Xudo xolasa mana komandamlar, akalar bilan syomka tugadi. Mana unaqa. Shu yerga tit qo'yib yuboraman-da endi. Ajurlikdan. Mana. Sani kadriyang bo'lindimi? Yo'q. Qo'rqitmoqchimisan bizni? Yo'q. Klip zo'r bo'lyapti. Hamma hozir kiyimini almashtirgani ketganga Shabon akalarimiz olovga isinib, dardlashyapmiz, hasratlashyapmiz. Yo'q, suhbat, g'iybat emas, suhbat. Shabon qizim yaxshi qiz-de, doim holimdan xabar oladi. Ustoz nima desa, nima qilsak doim yonimizda bo'ladi. Bu klipda boshqa kliplardan farqi nimada? Farqi odamlarida.
farqi odamlardan tashqari qanaqadir boshqa kliplarda birga bo'lmaganman, lekin shu klipda birga bo'laman. Juda ham klip olish jarayoni qiziqarli, odam bir-biri bilan qaysidir ma'noda yaqinlashyapti. Mana bolalar o'zaro bir-biriga mehr ko'rsatish, yordam berish, mana shunaqa narsalar bo'lar ekan. To'g'risi, mana birinchi marta bo'laman. Ha, to'g'ri aytaman. Hamma bir-biriga mehribon, nima kerak bo'lsa bir-biriga yordam beradi, uni to'g'rilab qo'yadi, buni to'g'rilab qo'yadi. Oldin ham bordi qisman, lekin hozir qaysidir ma'noda endi bular bilan birga bo'layotganim uchunmi bilmadim. Juda ham menga yoqyapti. Ayniqsa mana shu kelgan joyimiz madrasa yoqdi, atmosferasi yoqdi. Endi bugun kechqurun mazza qilib mafiya o'ynaymiz. Yana bitta farqini aytib o'tay Azimjon. Ovozlar o'sgan. Ovozlar o'sgan, chunki oldin qiyin nolali klip qo'shiqlar qilmasdik, bu safariga ovozlar ancha yarkilashgan, nolalar paydo bo'lgan. Nima qaysi ma'noda Mavluda kirgan mana professional qo'shiqchi, xonanda. Juda ham yaxshi nolalari bor, ashulalarni dardli ayta oladi, bemalol ovoz diapazonlari hamma narsa hammanaqaga yetadi. Shu farq shunda. Klipdagi asabbuzarliklar bo'ldi. Bo'ladi, hamma klipda bo'ladi. Mana mayda. Jamoa bor joyda asabbuzarlik bo'ladi, sababi bizlar kunduziga reja qilgan narsalarimiz ana o'chib qoldi. Ana bittasi. Ana klip qolib yo'q. Voy. Nima o'zi vaqt senga? Sujitga shunaqa kelsan. Ketdi. Xo'p, xullas hozir o'laylik, keyin gaplashamiz. Chiroqni yoqishimiz kerak, Azimjon. Sizlarga maksimal 5 minutlik klip uchun shuncha odam kun bo'yi mehnat qiladi, ko'rdinglar? Ancha qiyin. Hali bu bitta kadr. Dars ketadi yana. Vau. Kartoshka shunaqa qilinadigan kadr. Sovuq emasmi? Kartoshkani usti yopilgan, biz butun turibdi. Ye. Bu joyini qo'ya olmaymiz, YouTube ban beradi. Eng zo'r operator. Dunyo bo'yicha Marvel'lar egasi. Hammasini eng zo'ri. Flash klip. Vaqtda ketdi, hali ijodiy ishlar ko'pda. Buni gashtana sovug'ida syomka qilayotganlar biladi. Vashi maza. Bitta kofe bo'lsa-ya, mana bu ikkita geroinalarimiz. Shu klipda. Mana. Короче, vlog davom etadi. Oxirigacha ko'rmagan kal bo'lib ketsin. Jinnini katta kichigi bo'lmaydi-ya. O'lgan tuya raqsi. Bunaqasi hali bo'lgan emas. Bu nima ahvol bu? Shumi? Klipga kelganlar, syomkaga kelganlar shumi? Bizda cringe sahna ko'rinishi marhamat. Non uchun ishlash kerak, bo'lmish. Bitta biza qoluvdik qilmagan. Hozir kuchi o'ynab olganini qo'yamiz. Cola, puka. Chaynalib ket. Og'zini zachgan bor aytayotibsiz. Ha. Shuni nimasi maqtanasiz shunda? Na, Ozg'in bo'lgani uchunmi? Chiqaryon. Qani Rizom? Avval nima yotibdi, duvaloq shar. Ne qilsin, ne? Soqol chiqa. 35, 80. Mana ham bo'yalgan. Yasaman. Да, конечно же. Men qiz bolaman. Men ayol kishiman. Men o'zimga qarab yurishim. Qari kutganman. Sotib ketdi. Короче, Solih menga kofe qilib beryapti mana. Sizgami bu? Yo'q, kofe uchun ishlash kerak, bo'lmish. Sog' odamlar yo'q deb teatr studiyada. Eng zo'r komandani ko'rsataman mana. Real Madrid. Mana eng zo'r komanda.
deydi Rizo yumur bo'ldim deb bugun borib hamma narsani qildim. Oh. Biraz bo'lib ketdim. Sani ustidan hech kim kulmadi-ya? Yo'q. Kulolmaydi-mi? Boshiga emas. Qaranglar, 0-1 bo'ldi mana. 0-1. Voy, 0 bo'ldi. Ha, 0-1 da senga intervyu beryapmiz. Hammaga assalomu alaykum aziz muxlislar. Bizning syomkamiz Seriozmi? a'lo darajada o'tdi. A'lo darajada o'zbek tilida o'zimizni o'zbek tilimizda gapiramiz. Biz bugun navbatdagi klipni syomka qilyapmiz. Bes guruhi ijrosida, yangi Bes guruhi ijrosida. Sog'indim-u kelma degan qo'shig'imiz. Qo'shiq chiroyli chiqqan. Bilmadim, xalqqa yoqadimi yo'qmi, menga yoqsa bo'ldi-da. O'risida o'zim maza qilsam bo'ldi-da. Ijro qilib beramizmi? Bolalar nima deydilaring? Ha, charchagan ovozi jonli ijroda. Jonli ijro bo'ladi. Bes guruhidan. Men chidab turamiz. Yo, sen aytma. Kulmayam. Sho'roda kulishi bilan. emas, yana qiynama. Hozir emas, sog'insa ham yurak. Seni deya ortingga qarama. Ketingdanma, qara ko'zlarimga so'nmagan senga bo'lgan tuyg'ular. Yaralar bitmagan yorinda azob berar tunlari. 1, 2, 3 ketdi. Qani, ayt, nima topding? Sevgimni xor qilib nima topding? Qani o'shan mendan ham zo'r yo'q degan ishonib san endi o'shaning dodiga foydasi. Endi kerak emas foydasi. Chunki sekin o'tib sani mani qoidasi dabdala qiynaydi xotira har tarafdan. Sog'indim u kelma. Kerak emas, yana qiynama. Hozir emas, sog'insa ham yurak. Seni deya ortingga qarama. Ketingdanma. La. Oxir qolib ketdi qan. La 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 la. Yo, tepadan. La 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 la. Tara 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 tara. La 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 la. O'sha joyini eshitsalaring Mavlud aytgan bo'ladi. Gulxanni tutunni to'g'risiga o'tirib olgan ekanman o'zi ham. Shamol. Azimjoniga yoqdilar Gulxanni. 2 Men soat tomonga qarab deganda, yoqdi. 2 soat. berdilar. Azim 2 soat deganda yoqding. Gulxanga yaqinroq kelib, "Flashlayt" aytaman deb ko'zimga kukuni uchirdi, keyin yig'lab tomoq qichib rosa o'tadi. Bu shapaloq yeydi. Men har safar. vechni anaqa yeyman. Shabonada shapaloq. Yuzlarim qizarib ketdi. Shu. O'sha kadrda paftor olaverdik, paftor olaverdik, paftor olaverdik, atay qildik. Dubl. Shabbol ham mazza qildi, operatorlar ham mazza qiladi. Hammaga kattakon rahmat, syomka tugadi. Bugungi syomka zo'r o'tdi, xudo xolasa. Xalqimiz ko'nglidan joy oladigan klip bo'ldi. Mamlakat qilmadingda, ozoda. Qalalaylalaylalay, qalalaylaylay. Hammani kuchi tugidalarga meni energiyam tugamaydi. Shabonamni qarang. Kim yozdi? Bilmayman. Aldamang, bilasiz kim yozdi? Bilmayman. Yo'q. Kim yozdi? Bu yog'i mana. Kechki madaniy hordiq. Nimaga? Yana o'zim gashti borda, filmga chaqirib. Kimga o'xshab qolsa aytaymi? Kimga? Gari deydi-yu. Uyqu yo'q bugun, короче. Bugun dalish. Soat 3:12. Nechida uxlamoqchisizlar? Idishlar yuvgandan keyin. Uxlashga uxlalarmiz. Uxlashimiz kerak, Uxlashimiz bilan Yo'g'ida gaplashamiz. suhbat ideal qizyapti. Pul to'lamagan reklamaga. Mana qo'yilma. O'zi sochini jiganaga bosadi. Короче, давай bolalar, men uxladim. Endi uxlaymiz.
Ertalabdan kunni boshladik ana. Mana turgandik. Ketdik aylanamiz. Короче, kechqurun uyqu 2 soat bo'lsa ham shunaqa maza bo'ldi. O'zi ham bir 5 soat, 10 soatdan unsini berdi-da. Vashi maza qildi. Tim bo'lgan deraza ochiq, tog'da havosi. Muzdek, lekin toza muzdek, maza qildi odam. Shunaqa. Biz kunni boshladik. Yo'q, olmay aka. To'g'rilar. Ertalabdan Qaysi qo'shiq bilan uyg'otdinglar? jiring 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 xo'roz qichqirdi erta turing. Jiring jiring. Bu yoqqa Miyamda shaldinglar deyilgan qo'shiqda. Mana haqiqiy yuzlari. Green Primana originali. Originaldan qo'rqotib ko'rsatishga. Ya, yumuqsiz yuzim, yuvilmagan. Valla bitta yuzini. Yuv tezroq. Yuramiz bo'ldi. Yuzimiz yuvamiz bo'ldi. Olim. Bahor sochiga masalan. Adamaylar boshlab bo'lgansizlar. Men qopdim. ko'rinding, voy. Mana ko'p ko'rdim. Mana. Sochiga bilan men haqim yo'q. Короче, zo. Assalomu alaykum ustoz. Olib keldik ustoz shakar. Biz tashqariga chiqib oldik, daftar tiqib bo'lgandan keyin tabiat, havo vashi full ko'rishingiz mumkin. Tog'. O'zana uychamiz. Bismillah aytib. Aktivoliga qanchakmi? Ana Saturn bilan jang qilasam, Akal bo'y. javobmi? Bo'y. Saturnga vizit tashiysam? Anaq kelsa nima edi? Konor kelsa? Yo'q. Habib kelsa, yo'q, Habib yaxshi ko'raman. Ko'rmayman. Ustoz. Romiyman deydi. Azim aka, qayerda o'tirsizlar? Bular Romiy. Ha, Shaban. Qanchalar qoldilar? 3, 4, 5. 6. 7. Shu yerda G'art g'uromchilar shitdik hammasi. Ko'p dolash. Umuman adolat yo'q bu yerda. Ayniqsa mana bu bolada vobshe adolat. Mana yaxshi bola. Mana unda ham adolat yo'q, mana unda ham. Maqos kim? Albatta. Mana buni pismoq. Ko'rib o'ynaydi. Eng O'zi ham shuni. Buni aka qilib o'ynaydi-a? Ko'rmay. Eng haloli kim? Baloni yebsan, xo'pmi? Siz halolmisiz? Ha. Yo'q, hech qachon yeb qo'ysangizchi. Mana. Salomni sozim aka. Chiqib ketgandan keyin shunaqa bo'ldi. Salomni sozim aka. Ha? Alloh. Davay. Voy. Aka! Mana ketishyapti. Biz nima qilamiz endi? Biz pishkom ketamiz. Alohida kelarmikan? Ha, keladi. Ha, kelmasan. Sadaqa so'rayapti bu. Demak biz bugungi syomkani damni ham tugatib ekan, endi Toshkentga qarab yo'lga chiqamiz. Hop, qo'shiq ham tegmadi lekin. Qarorchi mana ahvol. Kelish zor, ketish zor, lekin mashinaga o'zini joylashtirish mana kimniki? Meniki. Buni oling do'stlar. Ham ko'z ozgina qiynaladi lekin. Yo'q. Turtish vashi. Iltimos beramiz bo'pti. Mana cho'ta kadrlar kam ekan, bizga yana kadr olgani keldik. Negadir xayolim ketadi. Davay. Negadir qalbimda. Hop. Xayollarimda tanho o'zing. Balandroq ochi. Balandroq aytchi. Negadir xayolim ketadi. Negadir qalbimni ezadi. Xayollarimda tanho o'zing. Ich-ichimga hamla to'ladi. Qarsanglar. Mana biz jo'rlar bilan aylangani keldik.
Tog'a mana shunday videolar tashlaydilar. Tog'a mana shunday videolar. Kerak emas, yaqinga qarama. So'zini bilmasga. Men hozir sizlarga Nilufar gap bor ekan. Azmaga kattakon rahmat, juda ham chiroyli kadrlar chiqdi. Bunaqa manzaradan bunaqa shikarli kadrlar qilib berdilar bizga. Xudo xolisa montaj qilib bersalar. Yo, o'zi manzara yo'q edi, men manzarani yaratib oldim-da. Ko'ra oldim o'sha kadrda. Montajni ham zo'r qilib bersalar, yangi post ko'rasiz. Azimjon aka juda ham Shuncha mehnatni qadriga yetib YouTube'dagilar nima qilishsin? Podpiska bossin, like bossin, ko'p komment yozinglar. Azim aka zo'r ekansiz deb yozing. Shunaqa gaplar. Короче, mana Toshkent. Biz uyimizga yetib keldik va nihoyat endi uxlashimiz kerak. Tugadimi video? Tugadi? Keldik-ku. Endi nima qilish kerak? podpiska bilan like bosib qo'yish kerak. Og'irni ham zo'r tugatib berdi. Yop eshikni. Bayski. Davay. Toshkentga yetib keldik. Короче, biz Toshkentga yetib keldik. 2 kunlik safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Shunaqa gaplar. Hamma narsasini oddiyroq, samimiyroq qilib ko'rsatishga harakat qildim. Shu har endi kadrda boshqacha bo'ladi odam, hayotda boshqacha. Sizlarga 100% hayotdagi odamlar bo'lib ko'rindik. Ozgina tilam aylanmayapti, kechqurun yaxshi uxlamaganmiz. Shuning uchun bizni bizni qo'llab-quvvatlash uchun like-ni, podpiskani bosib qo'yinglar. Xudo xohlasa tez kunda bu kanalda yangiliklar bo'ladi, yangi videolar chiqishda davom etadi. Charchamanglar, rahmat. Oxirigacha ko'rganinglar uchun.